Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan bir nechta ajoyib munosabatlar haqida gaplashamiz. Aytaylik, a plus b plus c barobar 0 bo'lsin. U holda bizga a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadratning ko'rinishi a kub plus b kub plus c kubning ko'rinishi yoki o'shaning 4-darajalarini yig'amiz. Ya'ni a4 plus b4 plus c4 ning ko'rinishlari qanday bo'ladi? Shu masalalarni qaraymiz. Demak, a plus b plus c ning kvadratga ko'taradigan bo'lsak, a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat plus 2 ab plus 2 ac plus 2 bc barobar 0. Bundan a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadratni topsak, qolgan xatlar o'ng tomonga o'tib va -2 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, ab plus ac plus bc ekanligi kelib chiqadi. Bu munosabatga 1 deb qo'yadigan bo'lsak, demak, birinchi so'ralgan narsani hosil qildik. Endi aynan o'sha birinchi munosabatga a plus b plus c barobar 0 tengligimizni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, demak a kub plus b kub plus c kub plus chap tomonda 9 ta xat bo'ladi. A kvadrat b plus b kvadrat a plus a kvadrat c plus c kvadrat a plus b kvadrat c plus c kvadrat b barobar, demak o'ng tomondan ko'paytirsak 0 chiqadi. Bu yerdan a kub plus b kub plus c kub plus bu ikkalasidan demak a b ni chiqaradigan bo'lsak, a plus b qoladi qovusning ichida. Biz c ni ham qo'shsak, yana a b c ni ayirib tashlasak, yana hech narsa o'zgarmaydi. Plus bu ikkita xatdan demak a c ni chiqaradigan bo'lsak, a plus c o'zimizdan b ni qo'shamiz, yana a b c ni ayirib qo'yamiz va oxirgi ikkita xatdan xuddi shunday b c ni chiqaradigan bo'lsak, qavsning ichida b plus c qoladi. A ni o'zimizdan qo'shib, yana o'sha a b c ni ayirib qo'yamiz. Bu barobar 0 ga. Demak, a kub plus b kub plus c kub plus mana bu a plus b plus c liklardan a plus b plus c ni chiqaradigan bo'lsak, ab plus ac plus bc va abclar 3 ta bo'ldi. -3 abc barobar 0 ekanligi kelib chiqadi. Bu yerda bizning shartda a plus b plus c 0. Demak, a kub plus b kub plus c kub barobar ekan 3 abc ga. Demak, bunga 2 deb nom qo'yamiz. Endi a4 plus b4 plus c4 ni qanday holda bo'lishini qarab chiqamiz. Buning uchun birinchi va o'sha oxirgi tengliklar kerak bo'ladi. Ya'ni bizda a kub plus b kub plus c kub barobar 3 abc bo'ldi. A plus b plus c barobar 0 edi. Demak, bu ikkita munosabatni bir-biriga ko'paytirsak, a ning 4-chisi plus b ning 4-chisi plus c ning 4-chisi plus demak a kub b plus b kub a plus a kub c plus c kub a plus b kub c plus c kub b barobar demak 0. Yerdan a4 plus b4 plus c4 plus o'sha birinchi ikkita xatdan a b ni chiqarib oladigan bo'lsak, a kvadrat plus b kvadrat c kvadratni o'zimizdan qo'shadigan bo'lsak, qavsni yo'q, oxirida ayirib qo'yamiz. Va keyingi ikkita xatdan a c ni chiqaradigan bo'lsak, a kvadrat plus c kvadrat o'zimizdan b kvadratni qo'shdik. Oxirida ayiramiz va oxirgi ikkita xatdan demak b c ni chiqaradigan bo'lsak, b kvadrat plus c kvadrat. Xo'p, shu yerga a kvadratni ham qo'shaylik. Demak, endi ayirib tashlaymiz. Nimani? A b c kvadratni yana ayirib tashlaymiz. A b kvadrat c ni yana ayirib tashlaymiz. A kvadrat b c ni barobar 0. Demak, bu yerda a4 plus b4 plus c4 plus mana bu dastlabki 3 ta xatdan a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat umumiy ko'paytiruvchan qavsdan tashqariga chiqarsak, ab plus ac plus bc plus minus oxirgi 3 ta xatdan minus abc ni chiqaradigan bo'lsak, demak a plus b plus c qoladi. Bu barobar 0 ga teng. A plus b plus c 0 ligidan demak oxirgi xadim
yo'qolib ketar ekan. Demak, A4 plus B4 plus C4 barobar minusdan A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat va qavs ichida AB plus AC plus BC qoladi. Bizda birinchi tengligimiz bor edi-yu. A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat barobar minus 2 AB plus AC plus BC. Demak, o'sha bu yerdan topadigan bo'lsak, AB plus AC plus BC ni topadigan bo'lsak, u A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat taqsim minus 2 o'sha A plus BC ni qiymatini mana bu o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, demak, A ning 4-inchisi plus B ning 4-inchisi plus C ning 4-inchisi barobar o'sha minuslar yo'qolib ketadi. Demak, A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadratning 4-inchisi mahrajda 2 qoladi. Kvadrat uzr taqsim 2 qoladi. Demak, bizga ildiz ostida A4 plus B4 plus C4 ning qiymatini so'ralgan bo'lsa, demak, A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat taqsim ildiz ostida 2 ekanligi kelib chiqadi. Demak, bu formulaga 3 deb nom qo'ydik. Demak, bu formulalar qachon o'rinli? Bu formulalar demak A plus B plus C barobar 0 bo'lgandagina o'rinli. Shunga doir ba'zi misollarni ko'rib chiqamiz. Bizga x minus y ning kubi plus y minus z ning kubi plus z minus x ning kubi barobar ushbu ifodani soddalashtiring deb masala qo'yilgan bo'lsa, x minus y ni a deb belgilaylik, y minus z ni b, z minus x ni c deb belgilasak ko'rish qiyin emas. A plus B plus C 0 ga teng bu yerda. Demak, bizdagi ikkinchi formulaga ko'ra 3 A B C bo'lardi. Demak, x minus y minus z, z minus x ga teng ekanligi kelib chiqadi. O'sha yaqinda bizga 28-dekabrda milliy sertifikatga tushgan savolni ko'rib chiqamiz. Aynan o'sha oxirgi 3-formula bilan hal bo'ladi. 100 ning 4-darajasi plus 11 ning 4-darajasi plus 111 ning 4-darajasini hisoblang deyilgandi. Demak, bu yerda 111 ning 4-sini minusdan 111 ning 4-si bilan o'zgartirsa ham bo'ladi-yu. Chunki baribir juft daraja musbat bo'lib ketadi. Endi agar 100 ni A, 11 ni B, minus 111 ni C deb belgilasak, A plus B plus C 0 ekanligidan aynan 3-formulani qo'llasak bo'ladi. Demak, bundan 100 ning kvadrati plus 11 ning kvadrati plus minus 111 ning kvadrati taqsim 2 ekanligi kelib chiqadi. Endi buni hisoblab qo'yish muammo emas.